Barchamiz sevib iste'mol qiluvchi olivye endi noodatiy ko'rinishda ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Birinchi bo'lib idishimizga qaynatib to'g'rab olingan kartoshka, ketidan sabzi, so'ng xohishingizga qarab qaynatilgan go'sht yoki kolbasani solamiz. Ketidan yashil gorох va tuz sepib, mayonez qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Voy, tuxum qani deb aytishga shoshilmay turing. Tuxumni oqini alohida, sarig'ini alohida terkadan o'tkazib olamiz. Oqiga mayonez qo'shib, yaxshilab aralashtirib, strich yoki salofanga videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib olamiz. Ketidan tuxumni sarig'ini sepib chiqamiz. Endi navbat mayonez aralashtirilgan mahsulotlarga videoda ko'rsatilgandek qilib uni ham solamiz va ehtiyotkorlik bilan videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab chiqamiz. Ustini o'z xohishingizga qarab bezatishingiz mumkin. Noodatiy shakldagi olivye ham tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring. Kirib kelayotgan yangi yil sizga omad va barokat olib kelsin.